U hech qachon boshqa ayollarga tegmaydi. Hatto suratga tushayotganda ham har doim masofa saqlaydi. Butun dunyodagi muxlislar Lionel Messining suratlarida bitta qiziq detalni payqashgan. Agar yonida erkak bo'lsa, u bemalol yelkasiga qo'lini qo'yadi, jilmayadi, o'zini erkin tutadi. Lekin yonida ayol bo'lsa, har doim aniq masofa saqlaydi. Qo'llarini yonida yoki cho'ntagiga qo'yadi, tanasi biroz chetga burilgan bo'ladi va hech qanday teginish bo'lmaydi. Ushbu odat haqida so'rashganda Messi juda odatiy va samimiy javob bergan. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Albatta men ayollarni hurmat qilaman, lekin xotinimni ham hurmat qilaman. U biladi, hatto oddiy zararsiz surat ham xotinidan noto'g'ri tushunishga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa bugungi ijtimoiy tarmoqlar davrida har bir narsa noto'g'ri talqin qilinishi mumkin. Shuning uchun u obro'si va oilaviy ishonchini xavf ostiga qo'ymaydi. Messi va uning rafiqasi Antonella bolalikdan bir-birlarini bilishadi. Messi doim aytadi: "Oila mening eng katta qadriyatim." Ko'plab yulduzlar g'iybat va mishmishlar bosimi ostida munosabatlardan ajralayotgan bir paytda Messi hatto eng kichik tushunmovchilik sababini ham oldini olishga harakat qiladi. U nafaqat maydondagi daho, balki oilaparvar erkakdir. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, Messi uchun kommentariyada bitta qarsak emojisini qoldirib keting.